Assalomu alaykum. Yaqinda biz Polsha davlatida bo'lib qaytdik va u yerda bir ajoyib sun'iy intellekt guvohi bo'ldik. Ya'ni u yerda biz Gdansk shahridagi Gdansk universitetiga tashrif buyurdik va u yerda sun'iy intellektga ixtisoslashgan konferensiya bo'ldi. Ya'ni sun'iy intellekt bilan bog'liq holatlar yuzasidan konferensiyada qatnashdik. Va u yerda shunday ajoyib yangilikka guvoh bo'ldikki, endilikda kutubxonalarda tarixiy kitoblarni, ya'ni shu eng qadimgi davrdagi Yunon alifbosida yozilgan kitoblarni sun'iy intellekt orqali bemalol o'zingizni tilingizga tarjima qilib, o'sha davrdagi bo'lgan voqea va hodisalarni bevosita bilish imkoniyati yaratilmoqda ekan. Ya'ni bu juda quvonarli, ya'ni kitobxonlar uchun qadimgi tarixni o'rganish endi juda ham osonlashadi. Ya'ni siz yunon tilini o'rganib, buni ya'ni tarjima qilishingiz shart emas. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri sun'iy intellekt sizga qadimiy kitoblarni har qanday tilda bo'ladimi, ushbu kitoblarni bemalol o'qib, undagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana shu holatlarni o'zimizda ham joriy qilinsa juda ajoyib bo'lardi. Ya'ni bizda ham kutubxonamizda qadimiy kitoblarimiz bor. Ya'ni mana ota-bobolarimizdan qolgan Ibn Sino, Farobiy, Xorazmiy o'sha davrdagi yozilgan kitoblarni, ya'ni Navoiylar davrida yozilgan kitoblarni endilikda sun'iy intellekt orqali biz bevosita o'zimizni o'zbek tiliga tarjima qilib, bemalol o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu kitobxonga mas'ul xodimlardan sun'iy intellekt orqali mana shu qadimiy kitoblarni tarjimasi bo'yicha demak faoliyat yuritsa, ya'ni yangi ilovalar, yangi startaplar amalga oshirilsa juda ajoyib bo'lardi. Bu kutubxonlar uchun yangilik bo'lardi. Demak, Polshada mana shunday ajoyib yangiliklar bilan tanishdik. O'zimizda ham kitobxonlarda, ya'ni kutubxonalarimizda mana shunday tizim, ya'ni sun'iy intellekt joriy qilinsa, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi.